vatanimiz sarhadlarini, uning osoyishtaligini va ahli oilamizni himoya qilish burchimizdir. Zero vatanni sevmoq iymondandir. Amirzodam o'rningizdan turing. Yog'iy yaqinlashmoqda. Biz yurtimizni yog'iydan himoya qilishimiz kerak. U bizni eng yaqinlarimizga, oilalarimizga, vatanimizga rahna solmoqda. Eshityapsizmi, amirzodam? Biz vatanimizni himoya qilishimiz kerak. Amirzodam, bosh kiyimingizni kiyib oling. Oyoq kiyimlaringizni ham kiying, amirzodam. Biz tog' bulog'iga o'xshab, tog' ko'chkisi ostidan yorib chiqib, yurtimizni kengligiga otilamiz. Va biz yurtimizni, Andijonimizni yog'iylarga berib qo'ymaymiz. Ha. Tohir, qilichimni ber. Biz bayrog'imizni yuksaklarga ko'taramiz. Qani hamma otlarga Olg'a! 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 Stop! Sherxon, Ulug'bekka qaranglar. Sizlar ijro etayotganinglarda vatan himoyasiga otlanganinglarni qalbinglar bilan his qilib ijro etishinglar kerak. Tushunyapsizlarmi men? Andijon viloyati yoshlar teatri barchangizni kirib kelayotgan 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni bilan chin yurakdan tabriklaydi va sizlar uchun tayyorlangan ushbu rolikni bayram sovg'asi sifatida qabul qilasiz degan umiddaman. Doim baxtimizga omon bo'ling. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Aziz vatanimizning mard o'g'lonlari, sizlar bor vatanimiz tinch, sarhadlarimiz mustahkam. Buyuk bobolarimizdan meros bo'lib kelayotgan vatanimizning tinchligini saqlashda kerak bo'lsa joningizni fido qilishingizga ishonamiz. Sizlarning mardligingiz, sadoqatingiz, jasoratingiz tufayli O'zbekistonimizning kelajagi buyuk, osmoni musaffodir. Siz vatan tayanchi, xalqimiz ishonchi, oilalarimizning suyangan tog'i, siz bor ekansiz. Har bir qadamingizda sharaf, har bir xizmatlaringizda fidoyilik mujassam. Qadrli yurtimiz o'g'lonlari, vatanimiz posbonlari, barchangizni Vatan himoyachilari bayrami bilan chin yurakdan muborakbod etamiz.